Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli qarindoshlar. Bugun qalb amallari haqida to'xtalamiz. Amallar aslida ikki turlik bo'ladi. Biri qalb bilan qiladigan amallar, yana biri badan bilan qiladigan amallar. Qalb bilan qiladigan amallar qalb amallari deb atildi. Qalb amallari ixlos, yaxshi niyat, Allah'ını süyüş, Allah'tan korkuş ve onundan ümit var buluş, Allah'a işenç kılış, şükür kılış ve sevirçan buluş. Bunların hepsi kalp bilen kılınan emeller. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü hesap meydanındaki nihayet kattık ıssıkta Erşinin sayısıda sayıdaydıgan 7 kişini bayan kılgan. Ular adaletlik iş başkurguçu, ibadet işçide ösken yaş, kalbi mescitlerge bağlangan adam, Allah üçün birbirini yaxşı görgen 2 kişi, hüsnü cemali ve mensibi bilen zinağı çakırgan ayalını rədd qılgan adam. Xeyr, ihsan ve sədqini yuşurun bergen, hatta on qulu bilen bergenini sol qulu bilmeydigan adam. Xilvette Allah'ını yad etip yaş dökken adam. Bulanın içinde, muşu 7 türlü kişinin içinde kalp emeller bilen Allah Taala'nın aşı katta nimetine erişkenler 5 kişi. Yani kalbi mescitlerge bağlangan. Kalbinin mescitlerge bağlanışı, yani mescitlerini yaxşı görüş, mescitlerini yasaş, mescitlerge yardım kılış ve mescitlerge beriş. Bu kalpteki iş, kalpten başlandı. Bu kalbinin ameli. İkincisi Allah üçün birbirini yaxşı görüş. Allah üçün birbirini yaxşı görgen, Allah üçün dost bolgan ve Allah üçün ayrılgan kişiler. Bu mu kalp bilen bulduğun iş. Üçüncüsü hüsnü cemali ve mensibi bar, şundak çıraylık, şundak bay, şundak menseplik bir ayal zina qilishga chaqirsa, yo'q, men Allohdan qo'rqaman deb uni rad qilgan odam. Bu mu qalbdagi Alloh qo'rqinchisidan kelgan ish. To'rtinchisi xeyri, ihson va sadaqani nayt yushurun qiladigan, hatto o'ng qo'li berganni so'l qo'li bermaydigan odam. So'l qo'li bilmaydigan odam. Mana bu ixlosning ifodasi. Bu mu qalbda bo'ladi. Onun 5-incisi xilvatda, yani adam yok ya da yalğız durup Allah'ını yad etip yaş dökken adam. Yani kıyamet günü şunda qattiq ıssıqda erişinin sayısında saydıqlarının şu 7 kişinin 5'i kalp emelleri sebeplik şununla erişidigan kişiler. Kalp emelleri ene aşında katta ve uluq. Kalp imanның orni, ibadetlerinin asası. Kalp kumandan, başka azalar asker. Kalp salahiyetlik durust bolsa, başka azalarının emellerimi durust buludu. Eğer kalp durust bolmasa, ixlas joyida bolmasa, emel ibadetlerinin paydası bolmaydı. Yani bedenning emelleri deganimiz namoz o'qish, ro'za tutish, zakat berish, hac qilish, jihad qilish deganga o'xshash badanning harakati bilan qilinadigan amallar. Mushu amallar aşı qalb durust bo'lmasa, niyat durust bo'lmasa, bu amallarninki tan tarbiya harakatidan hech qanday farqi qolmaydi. Mu'minlarning jannatlardagi darajalari ularning qalb amallarining darajasiga qarab bo'ladi. Ba'zi kishilar yuqori jannatlarga, hatta Firdevs cennetlerine erişidu. Bu ulanın kalp emellerinin katlılığına karab belginildi.
Hazreti Abu Bakr radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan qolsa, islom ummati ichida eng ulug', eng martabali zot. U kishini shundoq martabali qilgan narsa uning qalbidagi chin iymon va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbati, sevgisi va ishonchisi. Chunki hamma payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni inkor qilganda birinchi bo'lib uni qo'llagan. Eng oxirgacha Rasulullohning da'vatini qo'llagan zot. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakrning iymonini tarozining bir tarafiga qo'ysa, yana bir tarafiga butun ummatning iymonini qo'ysa, Abu Bakrning iymoni yana besib ketadi degan. Qalb amallari ashundoq ulug'. Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam masjidda o'tirganda sahobalar bilan paranglashib o'tirdi. U deydi: "Hozir sizlarga jannat ahlidan bo'lgan bir kishi kirdi" deydi. Sahobalar qanday kishidir deb qarasa, bir kishi keldi. Tarat olib kelgan, taratning suvlari saqildan temib turgan, kirib u odam 2 rakat namoz o'qidi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu odamni ko'rsatdi. "O'sha odam ahli jannatdan bo'ldi" dedi. Degandan keyin ikkinchi kunmi yana Rasululloh o'tirdi. "Sizlarga jannat ahlidan bo'ladigan bir kishi kirdi" dedi. Yana shu kishi ayni shaklda shunday kirdi. Uchinchi kunmi yana shunday bo'ldi. Bo'lgandan keyin Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu bu odamning amalini bir o'qib baqay. Qandoq bo'lib bu jannat ahli deb Rasulullohga bishorat beriladi. Ya'ni jannatga kiradiganligi rasmiy garantilashidi. Qanday olab shundoq bo'ldi deb bu odam masjiddan chiqqandan keyin oqisdan bordi. Berib, "Men dadam bilan xapolashib qolgandim. Sizga 3 kun mehmon bo'lsam bo'lamdi" degan keyin, "Ha, bo'ldi, keling" dedi. U odam 3 kun shu kishining uyida mehmon bo'ldi. Bütün amal ibodatlarga diqqat qildi, shuni kuzatdi. Ya'ni qanday amal bilan mushu yaxshi bishoratga erishdi, ya'ni jannatning garantisini oldi bu odam deb shuniga diqqat qildi. Qarasa, u namozni bakchiq o'qimaydi. Endi sadi qo'pab tahajjud namozi o'qiydi, 2 rakat yo 4 rakat. Normal duo qiladi, unga mechitga chiqadi, kiradi. Qolgan amal ibodatlari boshqa odamlarning qilganiga o'xshash normal. Yani normal yaşavatыdı. 3 kungacha shundoq. Hech qanday bir alohida bir o'zgarishni ko'rmaydi. Yani har qanday bir musulmonda bo'ladigan ishni ko'radi, ammo uningdan alohida, yani boshqalarda yo'q bir ishni ko'rmaydi-da. Ko'rmaydi, 3 kun to'shidi. 3 kun to'shgandan keyin endi men qaytay deb chiqib, men aslida dadam bilan ranjishim qolmagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sizni jannat ahlidan bo'ldi degandi. Şuna bu qandoq amal bilan jannat ahli bo'lganti bu odam deb shu sizni kuzatgili kelgandim. Qarasam, sizmi bizga o'xshashgan. Yani bizdan ortiq amalingizni ko'rmadan men hamdi. Bilmadim deb mangandan keyin, men shu amalim shu, sizlarga o'xshash normal. Boshqa mening alohida bir amalim yo'q deb to'xtab turing ras. Men hech qanday bir musulmonga qilcha hasad qilmayman. Hech qanday bir musulmonga dushmanlik qilmayman, adovat saqlamayman. Har qanday bir musulmonga yaxshilik tilayman. Oqshimi yotganda ashu qalbim hasaddan, dushmanlikdan, o'chmanlikdan xoli bo'lgan holda yotaman. Deganligini, ha, shu kanda. Mushu amalingiz orqali Alloh taolo sizni jannat ahli qatoridan qilibdi. Bizlar haqqasimiz tirishib yetenmegen bir derece ekan bu dedi. Demek qalbning sog'lomligi nihoyat muhim. Qalbning sog'lomligi degani buzuq e'tiqodlardan, xurofotlardan xoli bo'lish, undan kishilarga hasad qilishdan, dushmanlik qilishdan, yomonlik qilishdan xoli bo'lish, ya'ni har qanday kishiga, bular bu musulmonlarga yaxshilik tilash. Hasad shundoq yomon narsaki, u o'z yüzünü köydürdü. Hasad qilg'uchi azoblanib yurdi hamisha. Bu hasad shundoq ig'ir jinoyat ki, bu hasad tunji qatim osmonda yuz bergan. Alloh taolo bütün malaikalarni Odam alayhisolamga hurmat sajdasi qilishga
buyurganda iblis men degan bu o'tdan yaratilgan, odam degan tuproqdan yaratilgan tursa, nemishqa bu farishtalarni Alloh menga sajda qilishga buyurmay, shu tuproqdan biz dassaydigan, shu to'pidan yaratilgan bir insonga, bir odamga sajda qilishga buyuruydi deb, shu chog'da hasad qilib Allohning amridan bosh tortganlik uchun ta qiyomatgacha Allohning va butun musulmonlarning, hatto butun insoniyatning la'nat o'qishiga loyiq bo'lgan. İkinci, yeryüzüdeki birinci qatillik cinayeti yani hasad sebeplik bo'lgan. Adem Aleyhisselam'ın ballarının içinde Qabil ve Habil degan iki oğul bulup, ikkilisi Allah yolunda nazir kıldı, yani sadıkı kılıdı, nazir kılıdı. O zamanlarda nazir kılsa, attığan nəsini açıqıp qap koydigan taqqa, qubul bolsa asmandan bir ot kelip onu köydürüp atadigan. O qubul bo'lganligini bilgan. Agar o't ko'ydamasa, qubul bo'lmaganlik ekan. Qabil ziroat teridi ekan, dehqon ekan. Habil qo'y boqidi ekan. Habil yaxshi bir qo'chqani, o'zi yaxshi ko'rgan bir qo'chqani Alloh yo'lida deb ochiqib qolib ketgan taqqa. Ochiqib qo'yib qo'ygan degan, uni bir o't kelib ko'ydirib atgan. Shuning bilan uning nazrisining qubul bo'lganligini bilgan. Habil bo'lsa ziroatlarning eng nacharlarini ochqib qolib ketgan, qolib qo'yganda uni o'tmi ko'ydirib atmayotgan. Shuni bilan kelib, uniga hasad qilib, Qabil Habilni o'ltirib atdi. Nimishqi seninki qubul bo'lib, mening qubul bo'lmaydi deb. Bu Habilning hech qanday gunohi yo'q uningda. Qubul qilguvchi Alloh. Ammo Alloh qubul qilmasa, seninki qubul bo'lib, mening nimish qubul bo'lmaydi deb onu öldürürdük. Hasad degan oshundoq narsa-da. Bir podshoning ikki veziri bor ekan, bir-biriga noitbek hasad qilishgan. Shundoq hasad qilishgan ikkisi. Podsho buni bilib qolib, bir kuni ikkisini akilib, men ismini yarashtirib qo'yay. Ismini yaxshi qilib qo'yay aranglarni. Mishada o'tirib hozir ikkingizning birsinglar o'zi uchun nimani talab qilsa, qarshi tarafga shuning ikki hassasini beray degan. Ya'ni o'ng qo'l vezirim. Agar mendan 1000 dirham talab qilsangiz, sol qo'l vezirim sizga 2000 dirham berman degandikin. U jim turib ketib, o'ng qo'l veziri debdi. Podshoyim, mening shu bir ko'zimni kesib evaslar, qo'yaslar degan. Ya'ni bana bir ko'zni qo'yasa, aning ikki ko'zni qo'yatmoqchi. Çünkü aning ikki ko'zining qo'yilib ketishi, ikki ko'zininki yo'q bo'lishi badaliga o'zining bir ko'zni pido qilmoqchi. Hasad qo'y shunday qildi. Badal to'lab bo'lsa, men hasad qildim. Bir a'mo varken onunğa debdi. Sizning ko'zingiz echilsa yaxshimi yoki butun insonlarning ko'zi sizdek endi a'mo ko'r bo'lib kelsa yaxshimi degandikin, butun insonlarning ko'zi ko'r bo'lib kelsin deydigan. Hasad ashundaq narsa-da, menda bo'lmaganligi boshqalardan bo'lmasin. Endi hasad 3 turli bo'ldi. Biri, masalan, boshqa birida bo'lgan, boshqa biriga Alloh taolo bergan boylik, ne'mat, xo'shallik, güzellik, baxt, saodat, ashuni menda aşı bo'lsa ekan, Alloh ashunga bergandek menga bersa ekan deb uni tilisa, uning ziyni yo'q. Tilisi bo'ladi, yaxshi ish hamda. Ammo uning yomon tarafi, oningda bo'g'ichi menda bo'lsa bo'ladi ekan. Nimishqa uningda bo'lib, menda bo'lmaydi. Menda bo'lsa ekan deb oningdagi yo'q bo'lishni tilash, mana bu so'kilgan hasad. Uning eng vahshisi bor. Eng vahshisi qaysi desa, uningda bulab menda bo'lmagandan keyin uningda bo'lmas ekan. Endi birinchi yomoni uningda bo'g'ichi menda bo'lsa ekan. Eng yomoni menda bo'lmagandan keyin uningda bo'lmas ekan. Uningda bo'lmas ekan deyish endi. Ashundaq yomon narsa bu hasad deganda, hasad qilguvchi bak bearamlikda yashaydi. Ama qalbi hasaddan xoli bo'lgan odam nihoyat rohat yashaydi. Tan salomatligim yaxshi bo'ladi. Ko'ngli aram bo'ladi, xotirjam bo'ladi. Hasad qilguvchi aslida Alloh taolaning taqsimotiga qarshi chiqqan odam u. Allohga qarshi chiqqan odam bo'ldi. Chunki u deydiki, Alloh taolo nimishqa uningga berib, menga bermaydi deb qarshi chiqqanlik u. Alloh taolaning hikmetidan biz
So'ralmaymiz, nima ish qanday bo'ldi deb so'ralmaymiz. Alloh xohlagan kishiga beradi, xohlagan kishiga bermaydi. Xohlagan kishiga oz beradi, xohlagan kishiga ko'p beradi. U Allohning o'zining xohishi. Berish Allohning qo'lidagi ish. Ne'mat Allohning, bizning emas. Masalan, bizning butun badanimiz, butun a'zolarimiz, hamma narsamiz, hatto rizqimiz, hammasi Alloh taolo tarafidan berilyotidi. Biz buningga hech qanday pul to'lab qo'ymadik buningga. Oldin pul ötümedik, hech qanday bir narsa to'lamadik. Ammo Alloh taolo beryotidi. Anda bo'lgandan bu bizning haqqimiz yo'q Allohda. Nima ish qilsan, uningga bersan, mening haqqimni uningga olib bersan, menga bermaysan deyotgan bizning haqqimiz yo'q. Chunki Alloh o'zininkini beryotidi. Xohlaganga beradi, xohlaganga bermaydi. Uni qarshi chiqishga bo'lmaydi hamda. Shukr qilish kerak. Shukr minnatdorlik tuyg'usi baxt saodatningki kapolati. İnsan minnatdorlik tuyg'usi bilan yashasa, u hamisha baxtlik, xushal yashaydi. Ammo minnatdorlik tuyg'usi bo'lmay, mening haqqimda, haqqimni oladim deb yashagan odam azob ichida yashaydi. Bir odam borkan, bir kambag'alga har oyda 200 dirham yordam qilgan. Her ayda 200 dirham yordam qilgan. Bir qancha yildan keyin 100 dirhamga tushib qolibdi u. 100 dirhamga tushib qolibdi. Yana bir qancha yildan keyin 500 dirhamga tushib qolibdi. Uni yordam. To'xtagandan keyin unga yordam og'uchi kishi, yordam bergichiga kelib, "Hey, sen nima qilyapsan? Sen burun 200 ni beratding, keyin 100 ga tushib qoldi." Keyin bu 50 ga dastlabda 200 ni beritgan, keyin 100 ni beritgan, keyin 50 ga tushib qolgan. Hozir 50 ga tushib qoldi degandan keyin endi qara, men dastlabda yangi uylangan chaqda turmushlarimni yaxshida, bolalarim ushaqda, o chaqda iqtisodim xili yetadi. Keyin bolalarim maktabga o'qiyotgan bo'ldi, maktabning chiqimlari bo'ldi. Shuning bilan sana beritgan pulni 100 ga tushirdim. Keyin bolalarim universitetiga chiqib, universitetning chiqim jiqroq bo'lgan, unda ularga sana beritgan pulni 500 ga 50 ga tushirdim. Ammo shunda bo'lib qoldi degandan keyin u kelib, "Hey, sen mening haqqimni sening bolalaringga beritgan nima haqqing bor? Mening haqqimni sen nima ishga bolalaringga berasan?" deb uni urushdi. Yani o minnatdorlik tuyg'usi bilan yashagan odam emas. Erishim kerak deb yashagan odam. Uning hech qanday haqqi yo'q. Bermisin, bermaydi uningga. Faqat yordam sifatida beryotdi. Keyin ozlashib qolgandan keyin uni yomon ko'rib qoldi. İnsanlar shunday insonlar bor. Masalan, berib tursa, uni yaxshi ko'rdi. Agar u oz biritgan bo'lib qolsa yoki bermasa, uning dushmaniga aylanadi. U burun qilgan yaxshilikni hammani unutib ketadi. Shunday insonlar bor. Xuddi aç bayni ko'rsa, kuchukni bitadigan, xushomat qiladigan, odatdagi odamni ko'rsa, mutakabbirlashadigan, shunday odamlar har xil tabiqalarda bor. Alloh saqlasin ish qilib. Ya'ni qalbning sog'lomligi hammadan bak muhim va qalbi sog'lom bo'lgan kishi jannatga kirishga kapolat qilgan kishi desa bo'ladi. Allah Teala hammamizni qalbi sog'lom, yaxshi mu'minlardan qilsin. Amin.